Shukrullo Isroilov jim tura olmadi. Nilufar Hamidova haqida nimalar dedi? Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Qiziqchi Shukrullo Isroilov YouTube'dagi kanallarning biriga intervyu berdi. Suhbat davomida u nogiron onasining farzandlarini boqish yo'lida qiynalgani va yoshligidan og'ir mehnat qilgani, onasining vafotini to'yda eshitgani hamda madaniyat vaziri bilan bog'liq xotiralari haqida gapirdi. Aslida san'atkor bo'lishimga rahmatli onam qarshi bo'lgan, chunki avlodimizda san'atkorlar yo'q. Onam Novomoskovskiy shifoxonasida 45 yil ishlab, bir o'zlari bizni boqqanlar. 2 yoshimda otam o'tib ketgan, bitta ukam bo'lgan. Onam artist bo'lmaysan deganlar uchun tibbiyot institutiga topshirganman, ammo kira olmaganman. Yoshlikda mehnat qilganman, sanitar bo'lib ishlaganman, har 3 oylik ta'tilda ishlardim. Zavodlarda ishlaganman, qop tashirdim, pochtachi ham bo'lganman, morgda ham o'lik tashiganman. Pul topaman, onamga yordam beraman deb ishlaganman. Yana universitetga topshirib kira olmay O'zbekiston televideniyasiga ishga kirganman. U yoqda 1 yil oylik olmay tekinga ishlaganman. Mirza akamning, Obid akamning oldida yurardim. Ular menga hech narsa o'rgatmagan, qiziqchilikni o'rgatib bo'lmaydi. Odamlar Mirza kelyapti, ana Obid kelyapti deyishgandek meni ham tanisharmikin deb orzu qilardim. Shuncha uy-joy qildim, Toshkent City'dan uy oldim, Xudodan astoydil so'ralsa beradi deydi so'z ustasi. Men ko'rgan hech bir yomon kun farzandlarimning boshidan ham o'tishini xohlamayman. Men otasiz o'sdim, maktablarda ota-onalar majlisiga otam kelmasdi, shunda o'ksinardim. Lekin onam rahmatli bir o'zi 2 o'g'ilni boqqanlar. 11 yoshimdan ishlashni boshlaganman. Limonad zavodida butilka yuvardim. 3 oyda 70 rubl topardim. Maktabda oq yoqa kiyilardi, titilib ketguncha yuvib kiyar edim. Shimlarim yirtilib ketardi, buvim yamoq solib tikib berardi. Shuni kiyib yurardik deydi Shukrullo Isroilov. 7-8 yosh edim, onamning oyog'ida nuqsoni bor, oyoqlarini sudrab yurardi. Ko'chada bolalar bilan o'ynab yurgandim. Onam bekatda tushib 2 qo'li to'la oziq-ovqat bilan uyga yurib kelayotganida yiqilib tushganlar. O'shanda onamga rahmim kelib juda qattiq yig'laganman. Shundan keyin ishga tushib ketganman. Birinchi oyligimda yangi chiqqan changyutgich sotib olib berganman. Gazlarni yuvardim, hovlini supurardim, uy tozalardim. Ko'proq pul to'playdi, bolalarimni boqaman deb kechqurun kasalxonada navbatchilikda qolardi. Lekin shu holda sunnat to'yimizni qilib, oyligidan yiqqan puliga xalqqa osh bergan deya xotirlaydi Shukrullo Isroilov. Ayolim juda o'qimishli ayol, stomatologiya institutida chet tillari kafedrasi mudirasi, fan doktori. Farzandlarim tarbiyasida ham o'rni katta, borimda ham, yo'g'imda ham men bilan yonma-yon turgan. 2 xonali uyda yashaganimda ham, hech narsam bo'lmaganda ham yonimda turgan. San'atni endi boshlagan vaqtlarim qish oylarida to'y bo'lmasdi. Ishlay olmasdim, pulim bo'lmasdi. U erimga yordam bo'lsin deb ota uyidan oziq-ovqat, kartoshka, piyoz olib kelardi. Katta o'g'lim tug'ilganda 1991-yilda tug'ruqxonadan chaykada olib chiqqanman. Ikkinchi o'g'lim tug'ilganda 1 so'm pulim bo'lmagan, qo'shnimdan qarz olib taksida olib kelganman. Katta o'g'lim bilan borganman, ayolimni olganman, taksi to'xtatib qaytganmiz. Sezon bo'lmasa to'y bo'lmasdi. Televideniyada ham ishlardim, lekin uning oyligi juda kam edi. Onam rahmatli artistga hech kim qizini bermaydi, uylanayotganingda qiynalasan derdi. Ayolimga uylanayotganimda ham uydagilar qarshilik qilishgan, o'zim borib ko'ndirganman. Onamga hali sizni Shukrullo Isroilovning onasi deb yurishadi derdim. Niyatning xolisligini qarang, hamma joyda onamni tanib e'zozlashdi. Sanatoriy shifoxonalarga yotqizsam ham yaxshi muomalada bo'lishardi. Yo'llarga ko'rishga borsam, odam to'planib ketardi, onam quvonib ketardi. Onam o'zlarining tug'ilgan kunlarida 27-martda vafot etdi. Men Buxoroga ketayotgandim, to'y olib qo'ygandim. O'shanda sanatoriyda edilar, gul olib berib, bayram dasturxonini tayyorlatib qo'yganman va doktorlardan tabriklashlarini so'raganman. O'zim ertalab bo'tqa yedirib qo'yganman. Shunda o'zidan o'zi sendan mingdan ming roziman bolam deganlar. To'yga yetib borganimizda onam o'tib qolganlari haqida xabar kelgan. To'y egasiga tushuntirganimda mayli boravering degan. Ayoli esa pulini oldimi xizmatini qilsin degan. Toshkentga qaytganmiz, negadir ko'zimga hech yosh kelmagan, yig'lay olmaganman. Oxirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarga kirib, juda xafa bo'lib ketyapman. To'g'ri, rivojlanish bor, hamma bilganini qo'yib yotibdi. Hatto bizni ham bular uyatsiz ko'rib bo'lmaydi deyishadi. Vaholanki hayotning o'zi faxshlashib ketyapti. Instagramda san'atkorlar bir-birining go'shtini yeyapti.
Uylangani, ajrashayotganini ham ijtimoiy tarmoqqa olib chiqyapti. Izohlarga kirsangiz, artist da bular deyishadi. Yaxshi san'atkorlarning nomiga dog' tushadi shularning ketidan. Shunga xafa bo'lib ketaman. 1991-yillardan Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan marhum xonanda Muhriddin Xoliqovning yonida yurardik. Hovli qurayotgan vaqtlari ham qarashib yurganmiz. U kishi gastrol safarlariga ko'p ketardi. Shunda ustalar bilan uylariga qarab qolardik. Ozod yoz payti osmonga qarab yotib, "Shukur aka, biz ham zo'r bo'lib ketarmikanmiz" degan. Ozod: "Xudo xohlasa zo'r bo'lib ketamiz. Sen qo'shiqchi, men qiziqchi bo'laman. Ikkalamiz ham xalqlar do'stligida bir oylab konsert beramiz" deganman. Aka: "Ilohim shu kunlar kelsin" degan. Ikkalamiz yuzimizga fotiha tortganmiz. 2010-yildan 2014-yilgacha Ozod bilan bir oylab konsert bergan va shu konsertda o'zim qatnashganman, deya esladi qiziqchi. Shukrullo Isroilov madaniyat vaziri bo'lsa, ochiq kiyinadigan aktrisalar, masalan, Nilufar Hamidovaga nima degan bo'lardi? Muxlislardan kelgan ushbu savolga ijodkor quyidagicha javob berdi. Hammaning o'z tabi bor. Men o'rgatganim, tanbeh berganim bilan hamma o'zi xohlaganini qiladi. O'ziga havola. To'g'ri, unga insof bersin. Mana yaqinda atlas ko'ylaklar kiyib chiqdi-ku. Bilmadim, bu uning stilidir. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deyish mumkin. O'zi uchun o'zi javob beradi, deydi Shukrullo Isroilov.